Japarov Ernest Halimovich. Surxondaryodanman, elektrik bo'lib ishlayman Sankt-Peterburgda. Yuzida dog'lar bor edi, скорее всего, parazitlar bo'lgan, gija bo'lgan, uyqu yaxshi emas edi. Rost замедленный был. Instagramdan ko'rib qoldik, подписаться qilib, изучать qilib qoldik. После этого zakaz qilib, приобретать qildik. Dostavka bilan olib kelishdi uygacha. Olib kelgandan keyin mahsulotni bolalarimizga berganimizdan keyin где-то через 3 дня, 3 kundan keyin уже effekt sezildi. Energichniy bo'lib qoldi, работоспособный bo'lib qoldi bunday. И, конечно же, это parazitlar chiqarib yubordi. Это сами своими глазами ko'rdik uni. В течение 3 дней chiqqandan keyin уже e'tibor berdik, что действительно, даже съемка qildik, но не выкладывали это все. Видели, что действительно паразиты были, уже chiqib ketgan narsalarni ko'rganmiz. Effekt хороший. Marafonda участвовать qildik, registratsiyadan o'tdik. Registratsiyada bizga nomer berishdi. Shu nomer o'ynalganda уже ikkinchi o'ringa chiqdi. Действительно, marafon bo'lgan, денежный приз выдан, berilgan, yolg'onchi emas, все haqiqat. Никакой tanish bilish yo'q. Patron o'ynalganda sami не ожидали, неожиданный momentda telefon bo'lib qoldi. Vitavey programma marafon bo'yicha ikkinchi o'rin yutug'iga bo'lib qoldikda, и 15 million kelib olib ketingizlar deb stavitsa qildi menejerlar. Вот keldik, mana 15 millionda olib ketyapsiz, xudo xolasa. Производительность ham effektivность bo'yicha ham yaxshi. 3 kunda olib ishlatsa ham, o'zlari ham olgan kishilar уже будут понимать, что действительно комплекс витаминов дает о себе знать и bildiradi da, effektini bilib qoladi o'zlari. Предложение уже bizda og'aynilar ham, можно сказать, где-то процентов 50, наверное, уже приобрели Vitavey комплекс витаминов.